Assalomu alaykum. Tasavvur qiling. Siz katta bir shahar ichidasiz. Devorlar mustahkam. Qo'shin tayyor. Lekin dushman hali hujum qilmasdan odamlar kasallana boshlaydi. Vahima kuchayadi. Ishonch yo'qoladi. Va eng yomoni, hech kim nima bo'layotganini tushunmaydi. Savol shunday: qanday qilib jang boshlanmasdan turib g'alaba qozonish mumkin? Javob: bu oddiy qilich yoki kamonda emas. Bu aqlda, qo'rquvda va yashirin strategiyalarda. Va bu usullar ortida turgan inson Chingizxon edi. Bugun siz uning eng sirli, eng qo'rqinchli va eng samarali maxfiy qurollari haqida bilib olasiz. Biologik urush ko'rinmas qurol. Chingizxonning eng dahshatli usullaridan biri kasallikni qurol sifatida ishlatish edi. Qamal paytida ular kasallikdan olgan jasadlarni devor ichiga uloqtirgan. Suv manbalarini ifloslantirgan. Epidemiyani ichkariga kiritgan. Natija: shahar ichida vahima, kasallik, kuchsizlanish va oxir-oqibat taslim bo'lish. Bu usul ayniqsa uzoq davom etadigan qamal janglarda juda samarali bo'lgan. Eng qo'rqinchlisi, bu qurolni korib bo'lmaydi. Uni to'xtatish qiyin va u ichkaridan yemiradi. Qo'rquv, psixologik urush. Chingizxonning eng kuchli qurollaridan biri inson ruhiyatiga zarba berish edi. U ko'pincha qarshilik ko'rsatgan shaharlarni qattiq jazolagan. Bu haqida boshqa hududlarga xabar tarqatgan. Dushmanni oldindan qo'rqitgan. Natijada ko'plab shaharlar jang qilmasdan taslim bo'lgan. Bu qilichsiz g'alaba edi. U shuni yaxshi bilgan. Qo'rqayotgan dushman allaqachon yarim yengilgan. Aldov va yolg'on taktikalar. Chingizxon urushda halollikni emas, natijani muhim deb bilgan. Uning eng mashhur usullaridan biri soxta chekinish. Qo'shin ataylab orqaga chekinadi. Dushman quvadi va birdan tuzoqqa tushadi. Yoki kam qo'shin bilan ko'pdek ko'rinish. Tunda ko'plab olov yoqish. Turli tomondan hujum qilayotgandek ko'rsatish. Natija: dushman chalgiydi. Tartib buziladi va jang yutqaziladi. Tezlik, ko'rinmas ustunlik. Mogul qo'shinlari juda tez harakatlangan. Bu oddiy tezlik emas edi. Bu strategik ustunlik edi. Ular qisqa vaqt ichida uzoq masofani bosib o'tgan. Kutilmagan joyda paydo bo'lgan. Dushmanni tayyorgarliksiz tutgan. Natijada dushman ularga qarshi reja tuzishga ulgurmagan. Axborot va josuslik. Chingizxon jangdan oldin dushman haqida ma'lumot to'plagan. Ichkariga josuslar yuborgan. Zaif joylarni aniqlagan. U hech qachon korkorona hujum qilmagan. Har bir urush oldindan o'rganilgan. Bu esa unga doim ustunlik bergan. Temir intizom, ichki kuch. Chingizxon qo'shinida tartib juda qattiq bo'lgan. Buyruqqa bo'ysunmaslik jiddiy jazolangan. Natija: har bir askar aniq harakat qilgan. Qo'shin yagona mexanizmdek ishlagan. Tartib hech qachon buzilmagan. Bu esa jangda hal qiluvchi rol o'ynagan. Tabiatdan foydalanish. Ular ochiq maydonlarni ustun ko'rgan. Dushmanni o'ziga qulay hududga tortgan. Ob-havo va joylashuvdan foydalangan. Bu oddiy urush emas edi. Bu muhitni boshqarish edi. Endi savol: Chingizxonning eng katta quroli nima edi? Kasallikmi? Qo'rquvmi? Tezlikmi? Yo'q. Eng katta qurol bularning barchasini birlashtira olgan aqli edi. U biologik usullarni qo'lladi. Psixologik bosim yaratdi. Aldovdan foydalandi. Tezlik bilan zarba berdi. Va hammasini bir tizimga aylantirdi. Shuning uchun u shunchaki sarkarda emas edi. U urushni boshqacha darajaga olib chiqqan inson edi.
Endi hammasini birlashtirib qaraylik. Chingizxonning haqiqiy kuchi nimada edi? Bu faqat qilich emas edi. Bu faqat katta qoshin ham emas edi. Uning eng katta quroli insonni tushunish qobiliyati edi. U bilardi. Qo'rquv qilichdan tezroq ishlaydi. Kasallik devordan oson otadi. Aldov kuchli qoshinlarni ham sindiradi. Tezlik dushmanga oylash imkonini bermaydi. Va eng muhimi, u bularning barchasini birlashtira oldi. Shuning uchun uning g'alabalari tasodif emas edi. Bu mukammal o'ylangan tizim edi. Lekin bu yerda eng muhim savol tugiladi. Bu g'alaba edi yoki qo'rquv ustiga qurilgan hukmronlikmi? Tarix bizga faqat natijani ko'rsatadi. Lekin usullar haqida o'ylash bizning vazifamiz. Shu sababli eng muhim xulosa shunday. Eng xavfli qurol bu ko'rinadigan emas, balki inson ongiga ta'sir qiladigan quroldir. Va yana bir haqiqat. Kuch bilan yengish mumkin, lekin aql bilan boshqarish mumkin. Bugungi kunda ham bu dars dolzarb. Agar siz kuchli bo'lishni istasangiz, faqat kuch chekmang. Agar siz g'alaba qozonmoqchi bo'lsangiz, faqat jang qilmang. O'ylang, tahlil qiling va to'g'ri vaqtni kuting. Chunki haqiqiy g'oliblar nafaqat jangda yutadi, balki jang boshlanishidan oldin ham g'alaba qozonadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Doim biz bilan qoling. Salomat bo'ling.